Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va meni tomosha qilayotgan hurmatli qadrbaland followerlarim. Bu video murojaatimni qilishimdan maqsad bor. Bu video murojaatni qilishga majbur bo'ldim. Barcha meni kuzatayotgan podpishchiklarim va yaqinlarim bilishadi. Men bir haftadan beri mazam yo'q va istoriyalarim orqali kapelnitsada olayotganimni qo'yib borganman. Hozir ham hali kasalim oxirigacha tuzalgani yo'q, lekin jiddiy emas, xavotir olmanglar. Hozir qisqacha bo'lib o'tgan voqealar haqida gapirib o'tmoqchiman. Xullas, bir hafta oldin men konditsionerda terlab yotganimdan shamollab qoldim. Hech qanaqa koronavirus yo'q menda, faqatgina shamollash, ya'ni burun oqishi bilan qiynaldim. Konditsionerda yotganimdan keyin ertasiga juda ham mazam bo'lmadi. Ya'ni burun oqishi, ozgina dovush o'tirishi, lekin to issig'im chiqmadi, tomog'im ham og'rimadi. Xullas shamollab qoldim va men shamollaganimdan keyin bir kundan keyin onamlar, ya'ni oyijonimlar расстройство желудка bo'ldilar. Ya'ni yegan ovqatlarini qayd qilishni boshladilar. Oyimlarni ham, onamlarni ham ahvollari og'irlashdi va ahvollari og'irlashgani uchun, kechqurun ahvollari og'irlashgani uchun bir 6 kun oldin biza hamshira chaqirdik. Ya'ni uyga hamshira topish ham hozir juda defitsit bo'lib qoldi. Hattoki kapelnitsa qilishga bizning o'zimizning odamimiz bor edi, uyga kelib kapelnitsa qilardi. Kapelnitsa qiladigan hamshiralarni ham topa olmay qoldik. Xullas, doktor uyimizga keldi, topdik. Va o'zimiz olib keldik mashinada. Назначение yozib berdi oyimlarga ham, menga ham lecheniyaga назначение yozib berdilar va ertasiga yonimizdagi 6-kvartal, Chilonzor 6-kvartalda joylashgan yonimizdagi Starmed klinikasiga, частный klinikaga biz har kuni soat 9da, kechqurun 9da kapelnitsaga chiqishni boshladik oilaviy. Barcha medikamentlarni, ya'ni kapelnitsaga kerak bo'ladigan medikamentlarni, hattoki spirt vatagacha, ya'ni paxtagacha o'zim olib chiqdim Starmed klinikasiga, o'zim bilan. Hattoki oyimga yotishlari uchun просто pododialniklargacha o'zim olib chiqib olib bordim. Ulardan faqatgina nani tomirga tiqib qo'yib, o'sha kapelnitsa qilib qo'yish vazifasi edi, ya'ni Starmed klinikasida. Ambulatornida biz har kuni oyijonim bilan, ya'ni oilaviy biz kapelnitsa olishni boshladik. Kecha bir shunaqa voqea bo'ldiki, ya'ni nohaqlik, biz tomonga nohaqlik bo'ldi va qo'pol muomala bo'lgani uchun bu video murojaatni yozib qoldirishga men majburman. Chunki men o'zi har doim nohaqgarchilikka men qarshi bo'lib kelganman va qo'pol muomalaga juda yomon qarayman. Ya'ni hamma odammiz. Qo'pol muomalaga menimcha hojat yo'q bemorlar uchun. Hozir hammasini qisqacha tushuntirib o'taman. Xullas, biz kecha Starmed klinikasiga har doimgidek soat 9da uydagilar bilan kapelnitsa olishga chiqdik. Va Starmed klinikasiga kirayotganingizda birinchi охранаdan o'tasiz, keyin receptiondan o'tib, to'g'ri zdaniyadan chiqib ambulatorniga kirasiz va kapelnitsa olasiz. Bizga hech kim hech nima demadi, to'g'ri kirib bordik. Oyijonim bilan ambulatorniga va u yerda ya'ni kapelnitsada odam bor ekan, ona bola bor ekan, qizi va oyisi. Shuning uchun ozgina kutib turdik oyimni yotqizish uchun, chunki joy yo'q edi. Va qizi kapelnitsani olib chiqib kelgandan keyin onajonimni yotqizdim kapelnitsaga. O'zim esa hamshira boshqa xonaga kapelnitsada odam bor ekan, ona bola bor ekan, qizi va oyisi. Shuning uchun ozgina kutib turdik oyimni yotqizish uchun, chunki joy yo'q edi. Va qizi kapelnitsani olib chiqib kelgandan keyin onajonimni yotqizdim kapelnitsaga. O'zimni esa hamshira boshqa
boshqa xonaga, ya'ni boshqa palataga olib kirib, menga kapelnitsa qo'ydi. Kapelnitsa qo'ygandan keyin kapelnitsa olib bo'lganman, deyarli kapelnitsam tugagan. Demak, keyin ma'lum bir shaxs, mana shu shaxs haqida bugun shu video bo'ladi. Ismi O'tkirbek Ismailovich ekanmi? O'tkirbek Ismailovich. Ham dotsent ekanlar, ham xirurg, ya'ni jarrohlik bo'lim boshlig'i ekan, rahbari ekanlar ular va zam direktor lavozimida ishlar ekanlar Starmet klinikasida. Kirib men kapelnitsa olayotganimda kapelnitsa 125 ming bo'ldi. 125 mingdan kassaga to'lab chiqib ketasizlar degan gapni aytdi. Undan oldin biz 4 kun qatnaganmiz. Kapelnitsa har doim Starmet klinikasida men yaqin yashayman. Menimcha u odam bilmadi men shu yerda turishimni. 15 ming so'mdan, har bitta kapelnitsa 15 ming so'mdan, yonboshga ukolni 5 ming so'mdan to'lanadi. Va 125 mingdan kassaga to'lab chiqib ketasizlar degan narsani aytdi. Bu bizga emas, bizdan oldin ona bolaga ham aytgan ekan. U ona bola bechoralar ertalabdan ovqat yemay, och qoringa kapelnitsa olishayotgan ekan. Ya'ni bu abedda chiqqan, bilmayman, o'zlaricha osmondan olib chiqazib qo'ygan qonun. Ya'ni O'tkirbek Ismailovich chiqargan, ondan olib chiqargan narxi, hattoki bizdan oldingi ona bolaga ham shu narxga yetishgan. Bormi 125 ming kapelnitsa, bitta kapelnitsa 5 mingdan olinsin degan joyi bormi desam, video davomida ko'rishinglar mumkin. Diqqat bilan iltimos oxirigacha ko'ringlar videoni. Hammasini, hamma gaplarga ahamiyat berib, hammasiga guvoh bo'lasizlar. Menga aytibdiki, ruschalab "Вас кто сюда позвал" debdi. Ya'ni menga aytmoqchiki, seni kim chaqirdi bu yerga debdi. Iya, meni kimdir chaqirish kerakmi yoki Starmet klinikasidagi shifokorlar bemorlarni o'zi chaqirib oladimi? Bemor o'zi o'zini og'ir his qilayotgani uchun, ya'ni dardiga davo topish uchun chasni klinikaga boradi va yuqori muolajani qabul qilish uchun chasni klinikaga boradi o'zi insonlar. Seni kimdir chaqirdimi bu yerga debdi menga. Keyin iya, kimdir chaqirish kerakmi desam, "Не снимайте меня" debdi-da, qochib ketyapti. Xo'p, bundan o'tib bo'ldik. Biz kapelnitsa olib bo'ldik. Keyin qolganlardan ham video olganman. Yana bitta narsaga guvoh bo'lishingiz mumkin video davomida, hattoki bir hamshira o'sha yerda ishlaydigan, o'sha O'ktam O'tkir Ismailovich qo'lida ishlaydigan hamshira, birga ishlaydigan odami yig'lab telefonda gaplashyapti. Yig'lab, tasavvur qilasizlarmi? Nimadan yig'layotganini mana video davomida ko'rib borasizlar. 2 sutka uxlamadim debdi. 2 sutka, tasavvur qilinglar, hamshira 2 sutka uxlamaganda odamlarga xizmat ko'rsatyapti, yordam beryapti. Men rahmim kelib ketdi u hamshiraga. Bemorlarga yoki oddiy odamlarga bunaqa qiladi. Не на тех напали. O'tkirbek Ismailovich. У вас бумажка есть с печатью, который Карар читал? Почему я буду снимать? 125 ming degan pечатli главврач chiqargan, Starmet chiqargan bormi? Есть, да, у вас такой закон? Кто позвал? Куда позвал? Мы каждый день, мы уже 5-й день приходим сюда. Plus.net. А что вы ходите? Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 17-число. Yonboshga 5 ming so'mdan to'y qilishadi. Bugun endi qanaqadir direktor upravляющий kelib 125 mingdan bitta kapelnitsani qo'yibdi. Mana kapelnitsani olib e'tirozimizni aytamiz. Bo'lmasa video tegishli joyga yetib boradi. Buni bizani shuncha xalqimizga xizmat ko'rsatishni shunaqami? Xohlagan odam yengil mansabga kelib xohlagan narxini qo'yib yuboradimi?
O'sha masalani kim hal qiladi? Sizlarga qilaverishni keladi. Qo'rqaman. Eshigiga Men uni videoga qatdan chiqdi, o'zlariga 125 ming kapelnitsa qo'yar ekan. To'g'ridan ham qimmat-ku. Qani sog'liqni saqlash vazirining qo'li bormi yoki imzosi bormi? Sizni muomalangizga yarasha muomala qiladi. Ana men qochib ketyapman. Ko'rsating o'sha qog'ozingizni, kim chiqargan qonun, nima? Prezidentimiz kecha qaror chiqarganda koronavirus bilan kasallangan odamlarga tibbiy muolaja ko'rsatilsin degan. Da? Ko'rsating menga qog'ozingizni. Sizlar koronavirus bilan kasallanganmi? Men tekin deb aytganim yo'q. Men 5 kundan beri olgan narximda to'layman deyman. O'zbekmisiz? O'zbekmisiz? Конечно. Да, sizda bo'lib ketasiz, особенно meni Instagramim orqali. Politsiyani bo'shatib qo'yishingizga. Bo'ldi, qonuningizni ko'rsating. Ko'rsating baroda. Biz chiqib ketmaymiz. Meni onam yotibdi. Mana bitta hamshirani yig'layapti-yu, odamlar napadeniya qilayotganidan. Siz 125 ming chiqarib qo'yganingiz. Bo'ldi, mana sizni oldik, familiyangizni ham, xonangizni ham oldik. Siz bilan ko'rishamiz.